Hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar Qadam Boy Uy-joy kanalı. Urganch shahar markazindamiz. Urdu'nun üstüne yanında yine. Yurtdugalarınız 100 metre yürüsek Urdu'nun üstü bo'ladigan tarafimiz. 6 qavatlı doğumumuzda şeyden girge yerde. 6. qavatında 36 kvadratlı bir xona korobka qalda. Arzonroqda srochniy sotib akkumulyator birgalikda danışib o'tamiz. Yurtdoshlar 6. qavata keldigina liftimiz ishlab turibdi. Odamlar ko'chgan, remont ketib turibdi. Svetlarimiz o'tgan, shotchiklar o'rnatilgan. Her etajimizda 6 xo'jalik tushgan ekan. Podyezdlarimiz keng tushgan. Men sotib chiqqan kvartiramiz bir xona 36 kvadratli. Berimiz bir xo'j zona bo'ladi yana. Giraverish qismimiz, bu yon tarafdan giraverish xotimiz, doğrumuzda основной xonasi. Bu yanımızda kuxnyasi, bu yanımızda sanuzeli. Sanuzilimiz hem ne gördük dostlar? Yaman emas, kattaligi 2 shotchik o'rnatilgan ayna. Sovuq suv, issiq suv, kanalizatsiyalarimiz o'tgan, svetli montaj bo'lgan. Soğudan chiqib turibdi, oyoq deymiz, podmayak, stechka bo'lgan. Bu yerimiz kuxnyasi. Bu yon tarafimizda yana balkon. Görüp turganlarinizda yana Darital, bu yanımız işte domumuz arkası Urdu institut. 36 kvadrat 6 qavatlı domumuzun 6. qavatında. Birimiz zal bo'ladi. Yine plita bilan beklengen, mansard emas. Esa bahasına keladigan bo'lsak, yurtdoshlar 225 milyon so'm. Qiziqqanlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Kvartira uy-joy sotaman deb yurgan yurtdoshlar, işin nomerga chiqsangizlar, xudo xolasa sotish yordam beramiz. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.